36 tədbirinin birincisini biləmsən Yaqub. Mən mütəxi bunu yaqindan bildim. Amma o'ylab baxsam, kichik vaqtimizda heliqi Yaqub bilan Dehqon bozorida dal ash tadbirni haqdodiga yetkazib ishlatib beqib ekanmiz. Heliqi kabob vaqasidan keyin men o'zimga bundan keyin pul tepib olsam, hargiz aldiraqsonlik qilmayman. Birinchi qitimda biroqla jiq xajlab etmay oz miqdorda xajlab turaman. Xalqni mehmon qilsam, ja emasligiga %100 ishonch qilgandan keyin ondan qilaman yoki qilmayli qo'yaman. Tevib deganning yeniga to'lisimi yaqin kelmayman degandek bir necha turlik belgilama tuzib chiqdim. Bu belgilmalarga qattiq amal qilishni planlab toki unutulib ketkichi bo'lgan orliqda menga yana 10 koy emas, bir mo'cham uchrab boqmadi. Burun dadam haftada berdigan 4 mo'chan ta'minotmi shu ishdan keyin butunlay to'xtadi. Lekin yangidan bir kirim manbasi chiqadigandek turadi. Biz bilan bir mahallik Oblizkam degan odam u bozorda bir karvatni qo'yib olib, sap ayollarning narsalarini tizib sotadi. Bir bozor kuni u bizni to'lab, bekor lag'aylab yurishsangmi yurishdikansan, ma'ularni ko'tirib yurib setib, ortiq setib olganingni xajlatsang bo'lmamdi dedi. Biz bu bo'ladigan ishgan deyishdik. Boshqa bolalar chazi-paza, yog'liq bog'liq degandek necha mo'challik narsalarni sanab o'tkazib oldi. Men foydasi jiqroq qiladigan qimmatrak narsa olay dedimda, ayollar ichiga kiydigan to'r ishtanni tutib, buningdan 10 ni sanab bering dedim. U moshini bir setib baq deb, u ishtandan menga 3 ni, Yaqubga 2 ni berdi va 3 ko'ydan ortiq setib olganingning hammasi sening dedi. Biz xalqlar xuddi bizning og'zimizdan chiqqanga elib, foydasini qo'limizga talishib tutqizib qo'ydigandek ishtanni elib xo'shliqda uchib chiqetdik. Atdigandan toki tushkicha ayollar jiqroq o'tadigan kiyim-kechak rastillarida, supurga yayminlarda va qaymoq bozorlarida yurishdik. Dastlabda xotin qizlar xeli o'lishib, bu yerlarni tutib beqishgan bo'ldi. Lekin bahosini anglabla, bu bolalar sarang bo'lib qopdi deb ketib qilishdi. Biz dastlabda qo'rqmayla 10 koy degan edik. Keyin satqinimiz bo'lsa-mi qolar deb ang tuvanchiga 3 koyg'imi tushirib baqdik. Bir ayol ikkisiga 4 koy beray deganni hisobga olmaganda qolganlari baho etishib avor bo'lishmadi. Bozorga kirgan har bir xotinning yo oldidan yo keynidan to'xtatib ko'rsatib bo'ldik desam eg'ir ketmas. Yaqub hatto bir chetda tag'arga yulinib uxlab qolgan mo'mayni o'yg'itibmi ko'rsatib baqdi. "Bo'ldilar", dedim men qo'saq tortishib hal qilmaganda. Obliz degan qeri bizni foyda ep ketmasin deb o'zimiz sotalmaydigan bahoni bizga deb bergan o'xshaydi. Yaqubmi ulabla, "Bu nimalarni mening foydasiga emas, ziniga setishqimi ko'zim yetmadi" dedi. Biz bundan keyin bundaq narsalarni ko'tirib yurib emas, karvatda qo'yib turibmi setib sanmaslikqa va'da berishib ketayotganimizda, yo'l bo'yidagi eshak harvasida o'ltirgan bir buvay bizni to'lab, "Ishdan qancha pul?" deb so'rab qoldi. Men umi haqchan olmaydi deb qadimimni to'xtatishqimi xo'shaqmay, 10 koy deb o'tib ketdim. 5 koy beraymi? dedi u odam. Xuddi suvsizlangan beliqning ustiga bir das suv sipakkandek vujudim yenikkina titrab ketdi. Eriqdan atlab u odamning yeniga keldim. "Qancha pul dedingiz?" dedim men xushalligimni yo'shirishga tirishib. 5 koyga bersang birni olay. Qarang cho'ngdada, siz azroq yaqin kelyapsiz. Siz mal tuniydigan odam, shuncha yiroqdanmi esil malni tunib oldingiz. Hamda yaqindan bir ko'ring. Ham cho'jiladi, ham qisqiraydi. Cho'ng opam keysimi, qizingiz keysimi, hatto navringiz keysimi bo'laverdi. Atdigandan beri xalqlar talab degandek elib, mushu nechsili qoldi. Hammani biroqla olsangiz arzonla berayman. Mayanga qarang deyman. Bo'pti, 5 koy bo'lsa 5 koy bo'lsin. Aram birnili olamsiz. Yili texmendan gap so'rgan buvay, men bu gaplarni deb bo'lgicha birdamdala beshini sangiltib uyquga ketib qopti. "Oy cho'ngdada, mayanga qarang deyman. Ma'u rangini olamsiz, ma'u ranginimi?" Uning beshi texmi tuvan sangilab, yenik xo'raklari anglanishga boshladi. "Voy odam, mayerga qaramamsiz?" Men uning tizidan asta turtib uni o'yg'atdim. "O'zingiz bir tutib boqamsiz yoki somkangizga selib qo'yaymi?" U ko'zini ochdi, lekin beshini ko'tiribmi qo'ymadi. "Ma'uni qatlab somkangizga sep qo'yaymi deyman." "Salsang sep qo'y", dedi u menga qarabmi qo'ymay. Arqadan u o'zini tashlab pukilgunicha qo'lini yuzining ostiga qo'yib rasmiy uxlashga kirishdi. Atdigandan beri xotinlarning avar qilg'ini yetmay, "Sen qari avar qilg'ini tushdingmi?" dedim ichimda. Tushingda ayollarning ishtinni ko'rib o'yg'inib ketib, meni to'g'ligan bo'lg'aymiting. Baya birdam unutilgan qo'rsqim yana qaytadan ko'krashga boshlab uyga ketishga oldirdim. Bo'lmasa uning bog'liqlik eshigini yeshib etgan bo'lardim. "Er kishi to'lisa, senmi oldiga berib yurisa?" dedi Yaqub menga ketayotgach, xuddi bu avarchilikni burunli sezib bo'lgandek. "Mening kallamga tuyuqsiz bir xayol kelyapti Yaqub", dedim uningga. "Atdigandan beri biz ayollarga ko'zitib yuribdik. Asli biz erlarning yeniga borsak bo'pti ekan. Erlarning yeniga ayollarning to'rishtinni satqini baramdiq", dedi Yaqub zanglik qilgandek. Ayollar buning bahosini bilgachga, oblizning foydasining tupisiga bizning foydamizni qo'shib tutqizib qo'ymaydi ekan. Erlar buning bahosini bilmagachga ezib-tezib birisi ep qilamikin deyman. "Erlar to'shlarni elib nima qiladi?" dedi Yaqub. "Nemishki kallang ishlamaydiganda Yaqub? Qaysi erning uyida to'rishdan kiydigandan bir netsi yo'q deysan. Agar arzon uchrab qolganligiga ishonsa, ayollardimi oldirab ep ketishi aniq. Ularga azam bermasak, oblizga nima beramiz?" dedi Yaqub.
Azam bermeymiz, lekin azam berdiganligimizga ularni ishontirsak bo'ladi. Boshqa ishtonlarga o'xshamaydigan alayda ishton demdik ya. Undaq desang ular ishinamdi, dedi Yaqub. Boshqa ishtondan nachar ishton desang tang? Karomat bir gap qilding Yaqub. Undaq bo'lsa, biz buning nachar ishton ekanligiga ishontiraylik. Qara, sen mundaq qil. U ishkimiz bir-birimizning amalini to'liqlab degandek nachar ishton ekanligiga ishontiradigan bir loyiha tuzib chiqdik. Andın qo'y bozoriga berib, qo'y setib chiqqanga o'xshabroq ketadigan dehqonlarni ko'zitib turdik. Ashundaqroq bir odam paydo bo'ldi. Men Yaqubga boshlayli dedim. Yaqub oldinda yugurib qochdi. Men uning keyindan dumbisiga pang-pung netchini urg'ach, uni qo'g'ladim. Eliqi qo'ychining oldiga kelganda men uningga yetishib olgan bo'ldim va mavi ishtonni tulamsan degancha uningga esilgan qiyofatga kirdim. U odam kari bo'lmay bizni aylanib o'tib ketgan edi. Yaqub yana qechib tegidek uning oldiga berib oldi. Nima bo'lishyapsan hey, dedi u yana aylanib o'tib ketmoqchi bo'lib. Mundaqroq turishya. Biz uningga surkishib tursaqmi, u bizni ajirtay deb yurmadi. Oxiri men qo'limga toshdan birini elib Yaqubning mengsiga urmoqchi bo'lib etilgandala, u meni tutib olib, "Nima bo'lishyapsan?" dedi. Men uningga Yaqubning menga setishib beray deb ishtondan ishkini olganligini, lekin ishtonni satmay bu holga keltirib qo'yganligini, hamda buni satqini bo'lmaydiganligini, shunga ishtonning kelgan pulini bo'lsa-mu to'lab bermisi bo'lmaydiganligini Yaqubni tillag'ash deb berdim. Yaqubni maslashib bir tal yeb chiqib ketganga ishtonning hech nima bo'lmaydiganligini, bo'lgan taqdirdami uni o'zi qilmaganligini men bilan tang turgan holda dedi. Hech nima bo'lmabdi-ku, dedi u odam ishtonni elib ko'rib. Bu yipi ozroq so'kilib ketibdi shu. Siz undaq degan bilan aka, xotin haq degan yomon bir narsa tanlaydigan haq. Ozroqla bir tal yip qo'pib ketdimi, olmay turib oladi. Siz buningga aralashmay ketavering. Ya uning ishtinni selib olib mushadi sazoy qilaman, ya ishtonning asli kelgan pulni bo'lsa-mu tultib olaman. Ishtining qancha pulga kelgan edi, dedi u o'rib-cho'rib ko'rgandan keyin. 6 koydan top elib kirib, buningga 7 koydan tuvan satma deb bergan edim. Endi buni kim oladi deysiz? Endi onasiga olib berib, ishtonning pulini tulisi bo'ladi shu. Qara, dedi u menga. Bu ishton raspek buzilib ketibdi. 4 koyga bersang men elib ketay. Bu balningmi ishtinni soldirman deb yurma. Qolgan 2 koyni tulisa, 4 koyga sizga bersam bo'ladi, dedim men. Men nima deb berma? Bir pulmi bermayman, dedi Yaqub. Bu arada yana bir o'riq odam paydo bo'lib, bir eg'izmi gap qilmisimi, bayamqa gaplarning hammani anglab turayotgan edi. 5 koyga beramsan, dedi u. Qolgan bir koyingni mushningdan olarsan. O'riq g'atchida 5 koy chiqarib menga tangladi. Lekin ishton eliqi qo'ychining qo'lida edi. Qo'ychi ranjigandek uningga qarab, "Sodini men qilayotganda men ukan", dedi. "Siz deganga bermidi emasmi?" dedi o'riqmi. "Qilayotgan sodiga aralashmaydigan ukam", dedi u odam nayt xafa bo'lib. Ondan men qarab, "Bo'lmasa mush odamga bera, ishtonsiz qolganlari bar o'xshaydi", degancha ishtonni menga tutqizib qo'ydi. "Deganga g'atchida ola olsang ishtonsiz qolmaydi", dedi o'riqmi bosh kelmay. "Bo'pti, mushningga bir bera, bir ishtonlik bo'lib olsin", dedi pulni yanchiqiga salg'ach. U ikkisi hamda ishton elishni butunlay unutishib, qaysisining xotni ishtonga jiddiy ehtiyojli ekanligi to'g'riliq urishib ketdi. Yig'ilgan odamlarning ayrishi ostida bir-birini tillag'ach ayrilgan bo'ldi. Men shuncha chiroyli bitayotgan ishning bundaqli yo'qildiganligiga chidamay, qo'ychining keyindan yugurib bordim. "Aka, sodini siz qilayotgan tursangiz, kelibli shundaq buzgan bormi? Uni baya qattiq joyida tilladingiz. U olaman desimi, men yana sizga satatdim. Ma yerda o'ptaroq bir ko'rib boqamsiz. Pulini men beray, ashuningga bir olib berib bera", dedi u menga qarabmi qo'ymay ketayotgan o'riqqa anglatib. Uning alpozidan ishton olmoqchi bo'lganligini unutib bo'lgandek qilatdi. Men yugurib yana o'riqqa yetishdim. "Soda degan kim pul chiqara olsa, shuning bo'ldigandi", dedim men uningga agishib mang'ach. "O'zi ola olmay haq olsa, chidamaydigan odamlar bo'ldi ekan. Baya tilingizni anglab, bichora tura olmay qoldi." U menga qarabmi qo'ymay, keyniga burilib anglatib turib, "Ojiz kelib qolgan yering bo'lsa, akang yana bor", dedi. "Qandaq bo'lib ketdi", dedim men ular ketgandan keyin Yaqubga. "Qo'ldan chiqaray deganda, "Avoq nerdan keldi" deyman. "Men sendan bekarga 5-6 tayoq yeb oldim. Dumbamga ching urmayman deb ching urib etding", dedi Yaqub. "Ching urg'achqili qamlashqinni ko'rgansan. Isit avoq kelmagan bo'lsa edi, bu chaqqa ish bitib, ikkimiz kavobchining oldida o'ltirgan bo'latdik. Navoiyning oldida o'ltirgan bo'lsaqmi mayli edi", dedi Yaqub. "Biz qo'rsqimiz bek echib ketganlik uchun yana bir qatim sinashga bardoshlik bera olmay qaytmoqchi bo'ldik. Keyin yaxshi o'qib qolmasanglar", dedim men uningga ketib o'tib. "Kelgusida mashhur bir makkar savdogar bo'lishingda gap yo'q Yaqub. Bu amal ajoyib amalkan. Kelar qatim qo'rsqimiz to'q vaqtida nurg'unni setib o'tishga ko'zim yetib turibdi. Biz berib ishtonlarni Abduskamga shu peti o'tkazib berdik. "Birini setish olmadingmi?" dedi u sanab elib o'tib. "Qo'y bozorda setib o'tishga oz qolgan to'q", dedi Yaqub faxrlangandek. "Lekin ikkisi urushib ketdi. Ayollarning to'r ishtinni qo'y bozoriga olib borib setishdingmi? Bu yerda uni sog'liq yemdi. Kelar qatim to'mirchining yoki miskarchining oldiga olib borib setishasa. Asli biz shu yerga borayli degan", dedim men. "Qo'rsqimiz bek echib ketdi. Hey, sapla er kishi bar yerga olib borsang kim oladi buni?" dedi u oxiri chidamay. "Qaltis oladi ekan", dedi Yaqub.
Teği ikkisi talışıp gelip alalmay bir-birini çanaydigan bulup gelişti. Kiler qitim qassobning yeniga apırıp her bir qassobga birdan setib yutimiz. Lekin kiler haftasi borganimizda u bizga hatto chach qisadigan qisqushnimi tutqizmadi. Şuna u tadbirni qayta ishiltalmay unutibma qopti ekanman. Ammo necha qitimliq sodada üzümning dal mushi qiltaqqa tushganligimni his qildim. Asli bu Yaqub maqsadini pinhonlikqa emas, oshkorlikqa yo'shur deydigan 36 tadbirning birinchisi ekan.